Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan kuchlanish va tokka ko'rib chiqamiz. Bu to'g'risida juda ham ko'p videolar bor. Endi biz ham o'zimizni tushungan tushunchamizni aytib ketamiz. Kimga qaysi bir foydali bo'lsa ko'raveradi. Demak, bizda mana elektr manbai bor, batareyka. Elektr manbai bor, batareykamizda kuchlanishi yozib qo'yiladi постоянно har doim. Bunda mana 1,5 volt. 1,5 volt yozib qo'ygan. Bu kuchlanish. Demak, bizda kuchlanish voltda belgilanadi. Anaqasi U. Tokimiz amperda o'lchanadi. Sxemadagisi I belgisi. I U. Xo'p, buni endi tok bilan kuchlanishi mana shu turgan holatida tokka biz tekshira olmaymiz. Uni qachonki biz bu yoqqa yuklama, nagruska berganimizdan keyin o'qib o'tgan tokka qarab biz ko'ra olamiz. Buni oddiy misolda ko'radigan bo'lsak, bizda bunaqa rezerv bak bor. Bak bor, mana bak. Xo'p, tagidan turbasi bor mana. Turbasi bor, suv oqadigan, mana shu yerda kraynigi bor. Kraynigi bor. Mana suv bagimiz mana shuncha to'la. Mana shu yerda suv bor. Demak, bizda kuchlanishimiz mana shu bakni tagidan to mana shugacha bo'lgan oralig'idagi suv oqimi bu kuchlanish bo'ladi. Bizda mana shu 1,5 volt batareykamizda turishi. Endi tok deydigan bo'lsak, biz qachonki mana nagruska ulasak, mana demak mana kranni ochsak, manadan suvimiz oqishni boshlaydi. Oqishni boshlagandan keyin bizda tok hosil bo'ladi. Xo'p, tok hosil bo'ladi. Kuchlanishimiz mana bizda qancha kuchlanishimiz ko'p bo'lsa, shunchalik bizda tok oqishiga bosim berishni boshlaydi. Mana baland bo'lsa, tok oqishiga bosim beradi. Bu sxemada qanday ko'rinadi? Mana batareyka. Xo'p. Minus, mana plus. Batareykadan ketdi. Включатель o'qib o'chirishga. Bizda bitta lampochka bor. Mana. Demak, bizda akkumulyator borda. Qachonki mana shu narsa qo'shilsa, lampochkamiz yonadi. Bizda plusdan minusga qarab tok oqishni boshlaydi. Bu yerda bizda voltmetr bor. Ya'ni voltmetr bizda kuchlanishni tekshiradi. Kuchlanishimizni biz mana ikkita nuqta. Batareykaning ikkita nuqtasidan tekshirishimiz mumkin. Voltmetr. Ikkita nuqtani tekshiramiz. Tokda esa qancha tok oqayotganini har doim biz yuklamaga ketma-ket ulaymiz. Ya'ni bu mana shu yerga ulanadi. Ampermetr. Ya'ni tok keldi, kaltdan o'tdi, lampochkadan keyin ampermetr va minusga qaytdi. Shunda bizda lampochka ulaganimizdan keyin qancha tok oqayotganini bilishimiz mumkin. Bugun sizlar bilan qisqacha tok va kuchlanishi farqi va qachon qayerda paydo bo'lishi, voltmetr, ampermetr ulashlari ko'rib chiqdik. Bu bizning bugungi birinchi darsimiz.